Salom barchaga do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun nihoyat yana kod yozishga qaytdim. Anchadan beri HTML va CSS bilan ishlamagandim, lekin bugun qaror qildim. Inshaalloh bugun sizlar bilan kichik bir Figma'dagi loyihamizni qanday qilib tayyorlashimizni ko'rsatib boraman. O'zi kod yozishni sog'inganlar uchun bu video juda ham yoqadi degan umiddaman. Hop, qanunda ko'p gapirib o'tirmasdan sizlarga Figma loyihasini ko'rsatadigan bo'lsam, hop, bugun Locus degan bitta mana как internet magaziniga o'xshagan proyekt bor, loyiha, va mana shuni tayyorlab ko'ramiz. Hop, ancha bo'ldi CSS va HTML da kod yozmay qo'yganimga. Shuning uchun kamchiliklar yokida qanaqadir xatolar bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni, fikrlaringizni qoldirib keting. Men albatta o'qiyman buni. Hop. Birinchi navbatda loyiha bilan tanishib chiqadigan bo'lsak. Hop, loyihada nimalar bor va qanday tuzilgan. Hop, birinchi navbatda men ustozlarni ko'p aytishgan, konteynerni aniqlab olishimiz kerak. Bu yerda konteyner deb nimani olsak bo'ladi. Hop, qarasak, hammasi bir chiziqda. Mana sodda qilib tushuntiray. Men shunday tushunganman. Hammasi bitta chiziqdami, hammasi bitta liniyadami, demak bitta konteyner bor. Hammasi bitta konteynerda. И все. Hop, bu demak mana shu ikkovi, hop, bu ikkovi, bu ikkovi, bular hammasi bitta konteynerda yotibdi. Nimaga men konteyner deb oldim? Chunki hamma narsa va hammasi shu konteynerga qarab qurib borsak oson bo'ladi. Hop, bu yerda font family'imiz bizda Poppins ekan va font weight bunda 800, hop, bunda 400, hop, list itemlarda 400, bunda 500, hop, font weight bunda ham 800. Demak bizga extra bold, regular va medium kerak bo'lar ekan. Azizlar, hop, font family'ni qanday qilib o'rnatishni o'zingiz internetdan, YouTubedan ko'rib o'rnatib olasiz. Bemalol buni ko'rsatib o'tirmayman va menda tayyor, hop, mana hammasi olib kelib qo'yganman va buni hop, loyiha strukturasi tayyor va loyiha strukturasida nimalar bor? Hop, bizda bitta CSS bor. Hech vaqo yozmagan hali, main CSS bo'sh, empty. Hop, index HTML. Hop, kichik savol, nega aynan index HTML? Va bu savolga javobni izohlarda qoldirsangiz xursand bo'lar edim. Va image ichida JPEG, PNG va SVG. Yana bitta savol, SVG va PNG rasmlarning bir-biridan farqi nimada? Hammasi bitta qilib yuborsam nima bo'lardi? Va bu savolga ham javobni izohlarda qoldirishingizni albatta kutib qolaman. Hop, va bizda fonts, CSS. Hop, demak biz birinchi navbatda fontslarni olib kelib bu yerga qo'shamiz. Mana fontslarimiz qo'shildi. Hop, bismillah deb bo'lmasam boshladik ishimizni. Hop, rasmlar bizda albatta birinchi nima qilamiz? Birinchi navbatda albatta linklar o'rnatib olamiz. Linklarni qo'shamiz. Menda ajoyib extensionlar va JSON fayllar bor. Ya'ni mana info deganda mana ajoyib mana oddiy comment bo'ladi. Oddiy mana yozsangiz oddiy comment bo'ladi, lekin mana bunday qilsangiz rang-baranglik bo'ladi. Bu nimaga? Bu kommentlarni o'zingiz xohlaganday rangda ko'zga ko'rinarliroq qilib qo'yadi. Mana shunday extensionlardan ham foydalanaman. Reklama ketdi.
Hop, bu nima bo'ladi? Bu main CSS. Link for main CSS. Hop. Bizga yana bitta CSS fayli kerak. Bu nima deydigan bo'lsanglar, bu normalize CSS. Normalize CSS nima qidiradi? Normalize CSS bu biz yozib turgan, biz tayyorlab turgan loyihani turli xil weblarga moslashtirib beradi. Xullas, ichida o'zi tayyor yozilgan CSS kodlar mavjud va buni biz hozir tayyor o'rnatib olamiz. Va mana men tayyor normalize CSS ni o'rnatib, ya'ni saqlab qo'yganman Telegramga va buni copy qilib olib qo'yamiz va tayyor normalize CSS bizga yozib qo'yilgan. Ana. Va bu normalize CSS ni yopib tashlaymiz. Bu rasmlarni ham yopamiz. Jam kiramiz. Endi bundan bitta olib turib, endi link for normalize CSS. E'tibor bering, men birinchi normalize CSS ni, keyin esa main CSS ni uladim va nima uchun degan savolga o'zim tushunganimni javob berib ketaman. Chunki xo'p, biz nechta CSS yozishimizdan qat'iy nazar baribir hammasi bitta bo'lib ketadi oxirida va shuning uchun normalize CSS va boshqa odamlar yozgan CSS dan ko'ra o'zimiz tayyorlab turgan CSS faylimiz ustunroq va shuning uchun ham bu oxirida yoziladi va bizniki biz yozgan kod eng asosiy bo'lib qoladi. Agar buni tepaga olib chiqib qo'yadigan bo'lsam, unchalik bo'lmaydi va men shunday tushunganman va men ham sizga tushunganlarimni yetkazib boraman bu loyihani tayyorlash davomida. Xo'p, normalize ulandi, CSS ulandi. Endi bizga kerak. Xo'p, nima? Turli xil ikonkalar ishlatishimiz mumkin va bu ikonkalarni ishlatish uchun bizga link kerak va bu linkni nima edi? Font awesome. Font awesome dan olaman. Font awesome bunda nima bor? Font awesome'da turli xil bepul ikonkalar bor va bu ikonlarni ishlatish uchun men avval buni CDN usuli orqali ulab olishim kerak va buni olib va bu yerda yana info link for awesome deymizda keyin buning tashlab qo'yamiz. Ana. Xo'p. Bizda hamma narsa tayyor. Bizga hozirchalik JavaScript fayl kerak emas. Shunday ekan, uni ochishimiz ham shart emas. Endi nima qilamiz? Buni birinchi navbatda global stillar bor. Global stillarni yozib olamiz. Va global stillar nima? Umuman o'zgarmaydigan, doim har doim bir xil bo'ladigan global stillarni yozib olamiz. Xo'p, mana global stillar yozib olindi va yulduzcha hammasi bor. Bu konteynerini pastga olib chiqib qo'yamiz. Chunki bu konteynerimiz o'zgarishi mumkin. Va mana har qanaqangi loyihaga tushib ketaveradigan loyiha strukturasi va mana CSS tuzilmasi. Va bunda faqatgina maxwidth o'zgaradi xolos.
va index.htmlda hammasi joyida turadi, faqat faylda, ya'ni fontlar o'zgarishi mumkin. Lekin qolgan narsasi hammasi mana shu holatda qoladi. Hop, mana tayyor biz loyihani strukturasini tuzib oldik. Fayllar tayyor, linklar tayyor, CSS tayyor. Endi loyihani sekin-asta qurishni boshlaymiz. Video cho'zilib ketdi. Shuning uchun bu videoda faqat loyiha strukturasini, papkasini yaratib oldik va keyingi videoda asta-sekin homepejni birinchi hero qismini, header qismini tayyorlashni boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoni qo'llab-quvvatlanglar. Albatta, keyingi videolar chiqishiga bu yordam bo'ladi.